Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Nega bizning yurtdoshlarimiz, bizning xalqimiz 10 minglab kilometr narida yashayotgan Kanadada yashayotgan Ulug'bek Ashurga, ya'ni negativ dasturiga murojaat qilishadi? Buning ikkita sababi bor. Birinchi sababi xolislik bo'lsa, ikkinchi sababi xalqimizda gap bor, cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi deydi. Qutulib qolamanmi deganda. Ya'ni O'zbekistonning ichida murojaati tinglanmadimi, javob bo'lmadimi? Keyin oxiri noiloj jim turgandan ko'ra tayyor Ulug'bek Ashurga jo'natib qo'yadi. Ulug'bek Haydarov, ya'ni Ulug'bek Ashur bu jo'natilgan materiallarni sinchiklab o'rganadi va xolislik bilan efirga qo'yib beradi o'zining kanaliga. Qarangga, O'zbekistonning eng qudratli tashkiloti Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning ayoli va onasi murojaat qilishganda shuni Ulug'bek Ashur o'zining kanalida e'lon qildi. E'tibor qiling, Ixtiyor Abdullayevning ayoli aytayaptiki, biz prezidentga va tegishli idoralarga, yuqori idoralar albatta, va pastdagilar yuqorida 1000 marta murojaat qildik deyapti. 1000 marta ya. Bu qancha asablarni ketkazishni talab qiladi. Demak, o'sha Abdulla Oripovning mashhur gapi, gadoning dushmani gado bo'ladi deydi. Ixtiyor Abdullayevni ham yo'q qilib yuborganlar, ya'ni qamoqqa o'tirg'izib haligacha qiynab yurganlar, Ixtiyor Abdullayevning o'zi va oilasining qiyinchiliklar ichida yashayotganiga shafqatsizlarcha o'shalar hammasi qarab o'tiribdi, tepadagilar. Albatta prezident ham. Chunki ular to'da bo'lish qiyin. Keyin ular prezidentga ne bir argumentlar olib beradi, shu bilan prezident ham indamay qo'yaveradi. Men bu gapni qayerdan olyapman? Ixtiyor Abdullayev ayoli 1000 marta murojaat qildik deyapti. 5, 10, 20, 30, 40, 100 emas, 1000 marta. Shundan kelib chiqadiki, shu fikrlarni aytyapman. Doimiy ravishda bu negativ dasturida xolis gaplar aytilsa, davlatning past va yuqori idoralari xolis, obyektiv tanqid qilinsa-da, men negativ dasturda yaqinda e'lon qilingan bir materialga e'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. U shundayki, metropoliten, ya'ni Toshkent metropoliteni rahbariyati haqidagi chiqish. Men sal umumiyroq qilib gapiraman, kerakli gaplarni, faktlarni o'sha qisqagina video o'zi, o'shani ko'rsalaring, hammasi o'zlaring guvoh bo'lasizlar inshaalloh. Toshkent metropoliteniga falon yuqori mansablarni ado etib kelgan bir inson rahbar bo'ldi. Undan keyin u o'ziga tegishli odamlarni falon joylarda ishlagan, o'ziga muomalasi to'g'ri keladigan odamlarni yoniga oldi va o'g'irlik shu darajada avj oldiki, hayron qolasiz. Qarangga, bir to'da hamtovoqlar yig'ilib olib, davlat pulini o'g'irlab o'tirishdi. Ularni qarasangiz 50-60 milliondan, 90 milliondan, 100 necha millionlardan pul yozdirib olyapti. Ba'zilarini oylik ish maoshi hisobiga, ba'zilarini esa mukofot puli yoki bo'lmasa boshqa komandirovishni bir narsalar qilib yozdirib olyapti. Lekin o'sha yerning tagida zax joylarda ishlayotgan bir oddiy odam 4 million olyapti. 4 million qayerda-yu? 100 million, 200 million pul qayerda? Yana ular kabinetda o'tirib olyapti. Eng dahshatlisi, metropoliten rahbariga 659 million so'm yozilyapti. Bularning hammasini Ulug'bek Ashur osmondan olib yozmayapti, aytmayapti. Faktlarni ko'rsatib, tegishli hujjatlarni ko'rsatib, isbot bilan aytyapti.
Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'lib qoladi. Har oyda davlatning o'sha birgina metropoliten nazoratchi bitta nomi bitta bo'lgan tashkilotning doirasida har oyda milliardlab pul o'g'irlanadi. Ko'ppa kunduzgina qonuniy qilib o'g'irlaydi ular. Ilgari SSR davrida odamlar Leninning madaniy o'g'irlik saqlanib qoladi degan gaplarni aytishardi. Xuddi shunday bu madaniy o'g'irlik galstuklarda chiroyli yuradi, hech kimga qattiq gapirmaydi, yumshoqqina yuradi, lekin davlatni o'g'irlab yotdi. Lekin pastda ishlayotgan yerning tagida, zax joylarda texnika moylariga botib ishlayotgan odamlar 4 million so'm olishga ular achinmaydi ham, vijdoni ham qilt etmaydi. Tabiiy savol tug'iladi. Ular davlatning mulkini shunchalik o'g'irlasa, nega ularni hech kim tiyib qo'ymaydi? Qanday qilib ular shu darajada bemalol o'g'irlik qiladi? Oddiygina javobi shuki, bizning davlatimiz korrupsionerlarga, ya'ni o'g'irlarga, poraxo'r, pora beruvchilarga sharoit yaratib qo'ygan davlat bo'ldi. Ularning milliardlab yeb o'tirgan pullarni unlardan yuqori tashkilotlar ko'rmaydimi? Albatta ko'radi. Tekshiruvchi jo'natsa, o'sha tekshiruvchiga ham yaxshigina ulush beriladi. Ular keyin yopib ketadi. Arzimas ish bir kamchiligi bor deb xulosa berib ishini yopib ketaveradi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini eslatib qo'yaman. Agar eshigi tuynugi yo'q katta bir toshning ichiga, ya'ni qop-qora degan so'z aytganlar. Shu eshigi tuynugi yo'q qop-qora katta toshning ichiga kirib biror ish qilsangiz ham odamlarga oshkor bo'ladi deganlar. Bu hadisning kelib chiqadigan ma'nosiga rus tilida bir shunday bir aforizm borki, Shetayni становится явными deyiladi. Ya'ni hamma maxfiy yashiringan narsalar bir kun kelib ochiq bo'ladi, oshkor bo'ladi degan ma'noda. Bundan shunday xulosa chiqadiki, ey davlatimizni o'g'irlab yotgan, galstuk taqqan, silliqqina, yeb to'ymas, ochofat, vallomatlar. Sizlarga har tomonlama qulay bo'lib turgan bu sharoitlarni eminlik deb qabul qilmang. Bularning oxiratdagi albatta naqd muqarrar javobi bor, lekin shu dunyoning o'zida ham qiynalishlaring bor, oldinda turibdi. Oddiy misol hozirgina zikr qildik. Ixtiyor Abdullayevni. U ham kimsan falon O'zbekistonning eng qudratli tashkilotining katta raisi edi. Qarang, ha? Ruslarning bir qiziqcha gapi bor. Iz knyazi v gryazi. Iz gryazi v knyazi degan gap bor. Ya'ni knyazlik, ya'ni katta mansabdan ham odam botqoqlikka qorilib tushib qolishi mumkin. Knyazlikdan pastga tushib botqoqqa botib pachaq bo'lishi ham mumkin. Va botqoqda pachaq bo'lib turgan odam knyazlikka ko'tarilishi mumkin. Ya'ni sizlarning nazarlaringda men o tepadagi vallomatlarga aytyapman. Sizlar nazarlaringda eng past, eng ko'rimsiz bo'lib turgan kishilar sizlardan ham yuqori nimalarga, mansablarga, amallarga chiqib ketishi mumkin va sizlar ulardan ham battar yerga kirib ketishlaring mumkin. Bu hali shu dunyoning o'zida. Shuning uchun u yoq-bu-yoqlaringga qarab ko'zlarini ochib olsalaring yaxshi bo'ladi. Men kecha kim edim, bugun kim bo'ldim, ertaga kim bo'lishim mumkin deb ozgina o'ylab qaranglar. Ya'ni shu o'rischa maqolni hayotga talqin qiladigan bo'lsak, misol kecha Ixtiyor Abdullayev o'sha knyazlikda, endi bugun gryazda turibdi. Rashid Qodirov kecha knyazlikda,
bosh prokuror bo'lgan O'zbekiston Respublikasining bugun gryazda o'tiribdi. Knyazlikdan gryazlikka tushganlarga misol keltirish ko'p bizda. Lekin gryazlikdan knyazlikka chiqqanlarni ko'p aytib bo'lmaydi hozircha. Ya'ni misolim yo'q bunga. Bunga qo'shnilarimizda misol bor. Ya'ni Qirg'izistonning hozirgi prezidenti shu prezident bo'lishdan oldin qamoqda o'tirgan. Ya'ni gryazda edi, knyazlikka ko'tarildi. Mening bu qilayotgan video chiqishim knyazlarga yetib bormasligi mumkin. Lekin gryazdagilarga, ya'ni demoqchimanki, qiyinchilik ko'rib, nohaqlikka, zulmga, adolatsizlikka uchrab turganlar ko'ngillarini ko'p cho'ktirmanglar. Xudodan to'g'ri so'ranglar, yaxshi niyat qilib. Xudo taolo albatta o'lmaydigan, uxlamaydigan, hech narsani unutmaydigan, mazlumlarga yordam beradigan, duo qilsa-da, mazlumlar duo qilib so'rasa, rad etilmaydi. Shuna yordam beradigan, qiyinchilik o'rniga yengillik beradigan azaliy va abadiy mutlaq podshohdir Alloh taolo. Hammamizga ana shu qudratli Alloh taoloning qudratli podshohning o'zi yordam bersin. Gunohlarimizni kechirsin. E'tiboringizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.